Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Mr. Craft. Do'stlar, bugun qishloqlardan xabar olgani keldim. Nezirdagilar hujum qilganiga ham 2-3 kun bo'ldi. Bugun esa men ulardan qasos olishga harakat qilaman. Do'st, bolalar, hammangiz yaxshimisiz? Ha, yaxshimiz. Yaxshi. Bo'ladi. Ammo ko'chadagilar yonimga kelmadi. Kiring desam kirmaganligi uchun ko'pisi halok bo'ldi. Endi esa men ularga qasos olish uchun hujum qilmoqchiman Nezirga. Hozir buni yapamiz. Bo'ldi, ketdik. Bu yerdan ketamiz. Hamma joy vayron bo'ldi. La'nat yo'li. Do'stlar, hozir chiqib olaylik. Ammo ikkinchi qishloqqa ularning hujumi yetib bormabdi. Hammamiz ikkinchi qishloqqa ko'chishimiz kerak. Ammo bu yer juda ham yomon ahvolga keldi. Portal yoniga borib kelaylik. Portal ham ochiq qolibdi. Uni bir amallab yoqish kerak. Creeper. La'nat. Do'stlar, hozir portalni yoqishga harakat qilamiz. Yo'q, gaz holigacha bor ekan. Mening umuman kuchim qolmadi. Ketdi. Yaramas. Yo'qolib ketdi. Yaramas. Qishloqimizga hujum qilganga afsuslanasan. Yo'q. Mana ketdi. Nima bu? Boshqa qolmadimi ekan? Do'stlar, portalni yoqamiz. Qani? 1, 2, 3. Ammo men bu yerga hujum qilishga sal kuchsizroqman. Shuning uchun nima qilishni o'ylayapman. O'yladim. Yonimga juda ham ko'p itlar va temir golemlarni olib ketaman. Shunda ular bilan hujum qilishimiz osonroq bo'ladi. Mening kanalimda aktiv bo'lgan Terzoga katta rahmat. Har doim videolarimga like bosadi va kommentlar yozadi. Agar do'stlar, sizlar ham kanalimda aktiv bo'lsangiz, sizlarni ham reklama qilib beraman. Ammo aktiv bo'ling. Unday bo'lsa hozir kreativ YouTube. Do'stlar, qani kirib ko'raylikchi. 1, 2 va yo'q do'stlar. Men boshqa olamga tushib qoldim-ku. Mayli, bu olamda endi yutishimiz osonroq bo'ladi. Hozir men kreativda ekanman. Tezroq kuchayib olishimiz kerak. Hali ularga ko'rsatamiz. Do'stlar, menga shuncha narsa sovg'a qilishdi. Nima kelganini bilmadim-ku. Endi men Nezirga hujum qilmasam bo'lmaydi. Oldin esa golemlarni u yerga borgandan keyin yasaymiz. Bu yerda qishloq ham bor ekan. Qishloqlar. Kimsan? Mr. Craftman. Bu yer qaysi qishloq? Qaysi versiya? 1.16-versiya. Sen qaysi versiyadan kelding? 1.16. Do'stlar, 16-versiya ekan bu. Biz esa 14dan kelgandik. 14dan kelgandik. Bu esa 16. Demak, portal Nezirdagilar 16dan hujum qilishgan ekan. Yo'lamas, yo'q qil. Qishloqlarga hujum qilyapti. Golem ham bor ekan. Golem,
Qo'yson. Zo'r. Malades, himoya qilaver. Endi biz Nezerga borishimiz kerak. Nima? Elitra? Elitramiz ham bor ekan. Qanday bo'lsa ketdik. Nezerga uchamiz. Do'stlar, Nezerga hujumni boshlaymiz unda. Qani, portal qulaylik. 1, 2, 3 va 4. 1, 2, 3, 4. Do'stlar, iltimos, kanalimizga 200 ta obunachi olib kelinglar. Undan keyin men stream qilaman. 200 ta obunachi va stream. Iltimos. Mana portal ham ochildi. Kirishga tayyormizmi? Qani? 1, 2 va yaramas. Sizlarga hujum uchun yaxshilab tayyorlandim. Bir o'zim hujum qila olmasligim bilib, do'stim Mr. Mine chaqirdim. Salomlashib qo'y. Assalomu alaykum do'stlar, Mr. Graft obunachilari. Sizlar bilan yangi kontent uchun hammaga rahmat. Xo'p, bizlar mana Mr. Nezerga hujum qilamiz. Mana bugun qasos olamiz va Nezerga hujum qilib ularni yengib kelamiz do'stlar. Do'stlar, hammangiz eshitgan bo'lsangiz, bugun biz Nezerga hujum qilamiz. Ular o'tgan safargi videomizda qishloqimizni majaqlab ketgandi. Bu videoni boshida ko'rishingiz ham mumkin. Qishloqlar hozir sog'. Hozir Nezerga hujum qilib bo'lgandan keyin ularni yaxshilab boshqa qishloqqa ko'chiramiz. To'g'rimi, Mr. Mine? To'ppa to'g'ri. Unda bo'lsa Nezerga hujum uchun paton qilishni boshlaymiz. Ketdik. Mana shu yerni olib tasha. Lapatang bormi? Bor. Olib tasha. Mana shu yerni. Rahmat, bo'ldi. Hozir buni gigant qilib qo'ymasak, boshqa odamga teleport qilib olish mumkin. Do'stlar, men Dezoga katta rahmat aytmoqchiman. Nimaga deganda u hamma videomga aktiv bo'ladi. Va agar siz ham keyingi videoda shunday nomingiz chiqishini xohlasangiz, bu videoda komment yozing, meni ham qiling deb. Va obuna tugmasini bosib qo'ying. Va like ham bosing. Shunda men sizlarni albatta reklama qilib beraman kanalingizni. Haylanat. Jonim oz qoldi hozir. Portal qurildi. Hozir olib qolishim ham mumkin. Oltin olma beraymi? Yo'q, o'zimda bor. Mine tayyormisan? Ha. Unday bo'lsa, yoqamiz. Ketdik. Mr. Mine, bunchalar uzoq yurdik, haligacha topolmayapmiz la'natini. Ha. Mana bu la'natlar ham bizning qishloqqa hujum qilgan. La'natlar. Sizlarni juda ham yomon ko'raman. Hoy, nima qilamiz? Sizlarni juda ham yomon ko'raman. La'natlar. Hoy, nima qilyapsan? Nima qilyapsizlar sizlar bizlarni qishloqda? Qishloq. Sizlar bizning dunyoga hujum qilgan. Urma. Agar biz o'lsangiz sizlarni o'ldirib majaqlab tashlaymiz. bo'ldi, qo'ymang, tegmay qo'yar. Oltonni yeb ketdik. Asosiy yo'llarni bilmayapsiz. Ahmoq. Mana ketdik. Ahmoq, nima urasan? La'natlar bizlarni qishloqqa hujum qildilar. Albatta o'qlaymiz, la'nat, o'qlab bo'lmayapti. Kamon bilan odamsan. Hammasini o'ldiramizmi? Hammasini bitta qo'ymay. Majaqlab tashlaymiz. Ketdik. Ularning asosiy bazasini qidiramiz. Mayli, senga tegmay qo'yaman.
Omading keldi. To'g'ri. Ketdik. Ey la'nat. Craft qayerdasan? Mana shu yerdaman. Men keldim. Mana qo'ychi. Ay la'nat tushib ketdim. Ketdik. Ularni bazasini qayerdan topamiz endi? Shu. To'g'riga boraveramiz endi. Yur. Ketdik. Nima? Ana yerda bir nima ko'rgandek bo'ldim. Balkiday joy la'nat. Nima bo'ldi? Qayerdasan? Sekin pastga tushdik. Ya bismillah. Ha, o'lgan yo'q, jonim ham ketmadi. Craft qayerdasan? Izimdan ketaver. Ularning nima olamdan chiqib ketdingmi? Yemayo. Texnik nosozlik. Men sekin yonimga kelaver. Hozir. Mana do'stlar, men ham zo'rg'a keldi. Mana men izimdan yur, mana ularning qalasi. Qani, yaranmaslar. Voy la'natlar. Ular shu yerda baza qilishgan. Sekin tush. Mana bu yerda. Sekin. Hop. Men ehtiyot qil. Yo'q. Sakrama, o'ldingmi? Yo'q. Oltin olmaymiz. Nima bo'ldi? Bilmadim. Sakrama dedim-ku senga, ahmoq. Yo'q. Yo'q, men yaxshiman. Qani sen? Hozir yoningga chiqaman. Qimirlamay tur. Sakrama deb senga bekorga aytdimmi? Men seni ko'ryapman. Hozir yoningga chiqaman. Sekin chiq, blok tashlaymi? Tashlasang zo'r bo'lardi. Mana ularning qalasi men. Kel, sekin hujum qil. Bu yer juda ham xavfli. Bo'ldi. Tayyorsan? Ha. Unday bo'lsa, toteming bormi? O'lib qolma, jigarim. Mana buni olib qo'y. Qani. Bo'ldi, rahmat. Ikkinchi qo'lingga. Xo'p, hozir. Mana ikkinchi qo'lingga olib qo'y. Qani hujum? 3, 2, 1. Ketdik. Yo'q. Mana portalning ichidan ket. Portalni ochib qo'ymasak, ular yana bizning qishloqqa hujum qilishlari mumkin. Ha. Mana. Voy la'natlar. Biz kirisi emasmiz. Qochib tur. Men qochdim. Qochdim. Oldingmi? Yo'q, hujum. Men hammangga Urmayapti, la'natlar. Urib turolmayapmi? la'natlar. Komanda ularga o'q och. Yo'q, men ularga qilich bilan hujum. La'natlar, ularga qara hujum. Hozir mana uryapman. La'natlar. La'natlar. Hakamlarning bo'lishdi. Mana la'natlar. Tezroq urishlarni. Yodamlar, mana. La'natlar. La'natlar. Yo'q, do'stim. Yo'q. Urinamiz. Hozir hammang ko'rasizlar. Do'stlar, sizlar bu paytda Mr. Grafga podpiska like bosishni unutmang. Mana la'natlar, hammang yaxshisan. Yo'q. So like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlar. Graf, yaxshimisan? Yaxshiman. Mayni o'ldirganlaring uchun hammangiz bitta javob berasanlar. La'natlar. Mayin. Mana senlarga. Bostirmoq juda muhim. Hozir hammangizni yo'q qilaman, yaramaslar. Mayni. La'natlar. Manchu hammasiga javob berasanlar. Sen yaramaslar. Nasibam biladinglar.
La'nati, yo'q qo'llaring. Mana senlarga yaramas bu. Senlarni bo'lib bir xon. Bulda qilaman. Kelsa yaramas, o'g'ling. Ah, Minecraft ham shu vaqt qotadi. La'nati cho'chqalar va nezadagilar. Hammangiz o'ldingiz. Xoliqonmi? Hali hammangiz menga javob berasizlar. Ovozingni o'chir, yaramaslar. Hozir senga ko'rsataman. Mayni. U mening yaqin do'stim edi. U biz mening qishlog'im uchun harakat qildi. Qasos olish uchun. Mana video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'ling. Do'stlar, agar Mr. Mine yana ko'ringiz kelsa, bu videoga 50 ta like to'plab bering. Oy, nima deyapsan Mr. Graft? Insof bilan ayt. Hatya bir 15 ta like. 15 ta bo'ldi, 15 ta. 15 ta like va qancha obuna? Obunang hozirda sening obunang 177 ta bo'lgan bo'lsa, obunaching 180 ta bo'lsa, men sening videongda chiqaman. Hayır Mr. Mine. Hayır. Do'stlar, eshitdingiz-ku? Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Hammaga xayr. Keyingi videolargacha. Ko'rishguncha.